Şunlaşqa hissiy munosabat shundoq bo'lsa, nima uchun kayfiyatimizni kuchaytmaymiz? Masala bo'lsa, qaysi xil kayfiyatni kuchaytirishimizda. Agar siz biri bilan qurgan hissiy munosabatda har kuni birga his qilgan tuyg'ularingiz qo'rqish, g'azablanish, ansirash, o'ngsizlik uchrash, hasad qilish bo'lsa, nima yuz beradiganligini men sizga deb beray. İki pasif kayfiyatli odam birga bo'lsa, o'zaro pasif kayfiyatni texnik kuchaytiradi. Agar asosiy kayfiyat aktif bo'lsa, ya'ni muhabbat, hayajonlanish, qizg'inlik, hissashlik, sharaf, tinchlik kayfiyatlari bo'lsa, sizlar o'zaro bu xil kayfiyatni texnik kuchlantirib etisizlar. Gerçi ko'pincha kishilarga nisbatan ahvol bundoq bo'lmasmi, lekin ularga nisbatan hissiy munosabat bo'lsa, eng cho'ng xushallik ham eng cho'ng azob ilib keladigan joy. Hissiy munosabatning haqiqiy mahbiti bo'lsa, u siz beg'islaydigan joy, hargizmi ilishning ko'yda yuradigan joy emas. Agar siz hissiy munosabat ichida har doim nimalarga erisha olaman deb o'ylasangiz, u chaqda bu haqiqiy hissiy munosabat emas, balkim bir savdo bo'lib qoldi xolos. Hissiy munosabat bo'lsa, cheksiz bahman bo'lishdan derak beradi. Hissiy munosabat bo'lsa, cheksiz beg'ishlashdan derak beradi. Agar sizning hissiy munosabatingiz muhabbat orqali emas, qoid tizimlar orqali qo'zg'atilsa, hissiy munosabat o'lishga boshlaydi. Hammaylar o'zlarining nishoniga yetish uchun o'zlarining qoid tizimlari orqali o'zlarini xotirjam his qildirdi. Biroq unutib qolmang, hissiy munosabatda qoid tizim qancha ko'p bo'lsa, azob shuncha ko'p bo'ladi. Ko'plagan ko'ngilsizlik kishilarning nurg'ulg'an qoidalarni bekitib chiqqanligidan kelib chiqqan. Shu sababdan qoida qancha ko'p bo'lsa, ishlarni tamponligidan ayirib yetadi. Shunlashqa, agar siz hissiy munosabatning haqiqiy maqsadi uni kuchaytirish ekanligini bilsangiz, undaqda siz faqatli yaxshi tarafini kuchaytirishingiz kerak. Balkim ba'zida siz hissiy munosabatni qalamqon qilishingiz mumkin. Lekin siz hissiy munosabatning yaxshi tarafini kuchaytirish kerakligini, hissiy munosabatning beg'ishlaydigan joy ekanligini esingizda ching tutgan vaqtingizda sizga bu xil aktiv holat 10 narsa ortiq qaytib keladi. Bu bo'lsa, hammamiz bilishga tegishli bo'lgan hayotning qonuniyati. Undaqda biz nima uchun davomli shunday qila olmaymiz? Buning sababi bo'lsa, biz tushab qo'yildik. O'tmishda yuz bergan ishlar orqali tushab qo'yildik. Kishilarning o'xshash bo'lmagan qoidasi, o'xshash bo'lmagan nishoni bor, lekin ularning ehtiyoji o'xshash. Esingizda bo'lsin, biz o'zimizda xotirjam qiladigan shu xil ehtiyojga muhtoj. Biz hammamiz azobdan qochamiz, xushallikqa intilamiz. Biz hammamiz turmushimizning rangarang bo'lishini umid qilamiz. Qiziqarli shuki, biz hammaydan muhim deb qaralishni umid qilamiz. Bu xil muhimlikni muhabbat orqali his qilamiz. Har bir odamning bundoq ehtiyoji bo'ladi. Masalan, sizning bu xil ehtiyojni qanday qondirishingizda, siz talab qilamsiz yoki badal to'lamsiz. O'xshashla har bir odamning so'yadigan va so'yiladigan ehtiyoji bo'ladi. Biz so'yish va so'lish jarayonida o'sib yetilamiz. Üst bitilish jarayonida bir-birimizga o'zimizni beg'ishlaymiz. Mana bular insonlar qondirishga tegishli ehtiyojlardir. Lekin qiziqarli yeri shuki, bizning bu xil ehtiyojlarimizni qondiradigan usullarimiz o'xshash olmaydi. Shunlashqa hissiy munosabat demak, o'zaro ehtiyojlarimizni qondirish demakdir. Agar hissiy munosabat ichidagi 6 xil ehtiyoj qondirilsa, bu xil hissiy munosabat qaltis hissiy munosabatga aylangan bo'ladi. Agar siz hissiy munosabatingizdan chiqib ketishni o'ylagan bo'lsangiz, bu 6 xil ehtiyojning birsi yoki bir nechasi qondirilmagan bo'ladi. Bu vaqtda siz xotirjam his qilmaysiz. Yoki sizning turmushingiz zerikanligingizdan rangarang emas. Yoki siz muhim deb his qilmagan, siz muhabbatni his qilmagan, chunki sizlar ishlardan o'rtoqlashmagan. Sizlarning oranglarda muhabbat bo'lmag'achqa sizlar o'sib yetolmadinglar. Shunlashqa bir-biringlarga taqdim qilish hissiyati bo'lmadi. Bu ishlar hissiy munosabatga besim elib keldi.